Zılbiyavan. 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 Yaxshimchilar ikra oldik aziz qarindoshlar, men bugun KG'ga olib qo'yib qolsam, Maralbesh Naishniki shu davlat bog' yezisi. Ma yenim tug'an akimizning ismi bo'lib qo'yib qolsa, Tusun dadimiz. Bu Tusun dadimiz 82 yosh kirdi. Ma chiroyini bir elib o'tanga, yiqiraq qilib 82 yosh kirib, mushu 82 yil hayotida 60 yil mushu nag'ma bilan mushu sazchilik, uningdan boshqa nurg'unlagan shogirdlarni tarbiyalash, uningdan boshqa shu partiya hukumatimizningki urlashtirish bilan har darajalik shu muqam o'rinlash ishlari bilan shug'ullangan. Shunada? Shunda. Hozir mana o'zining oilasida shu farzandiga o'g'itish hamda shu farzandining buningdan keyingi shu o'ziningki ishlarini shu varis qilib elib menish jihatda hozir mana qo'lidagi muqam ravob deymiz. Anondan keyin mayoqni aytanga. Ma o'g'li, ma xotin tuting. Mayoq bo'lsa o'g'li. Mana shu muqam chaldigan ismi nima buniki? Ruzcan. Qalin. Bu yoq bo'lsa Ruz Tursun qarindishimiz. Hamda mushu sizga qanchalik bo'ldi hozir mushu ishlarni qilyapqili? Shuni chelayotqili hozir 20 yil bo'ldi. 20 yilmi? 20 yil bo'ldi. 20 yil jarayonida sizningki mushu asos jihatdan ustozingiz dadangiz bo'ldi shunami? Shunda Dadangiz bo'ldi. Demak, atamaras. atamaras. Demak, endi mushu varislik qilyapsiz. Sizningki bundan keyingi ishlaringizdan texnik to'liq natija ko'rishni umid qilamiz. Ma yog'ochlardan qandaroq soz chiqadiganligini sal turib anglaymiz ko'pchilik. Unda olgan bo'lsa, amsa yeni tug'an shu Abdulla Muqam. Sizga qanchalik bo'ldi shu muqam naqshlarini o'rindab qilyapqili? Men aqlim kelsam dadam muqam cheki. Menga hozir shunda olgan bu sahnaga chiqib shu muqam shuni qilyapqili hozir 20 yilning oldi kendi bo'ldi. 20 yilning oldi kendi bo'ldi. Demak, sizning bu ovozingizni nurg'un qarindoshlarimiz anglab yoqtirdi va men shaxsan o'zim shu. Sizning bu bundan keyin texmi mush ishlarni texim etmayishingizni shu xalqimizga ko'proq shu keyingi farzandlarimizga bildirishingiz uchun ko'nglimda umid qilaman. Cho'qim bir kishi kelsammi, qo'shimcha cho'qim kuchimning yetishcha tirishim. Mo'minjon akamni hammanglar bilasizlar ko'pchilik. Ko'p qirliq san'atkor hamda shu yetilayotgan hamda buningdan keyin nurg'un ishlarda bizga bosh bo'lib mangadigan akamiz. Mo'minjon akamning ishki yig'iz shu muqam shu ishlar to'g'riliq bir ishki yig'iz yurak so'zni anglab baqsak. Salam mush ikra oldidagi qarindoshlar ko'rarmanlar qanday ahvolinglar yaxshimi? Tajaho, men dutta. Bugun meniki bizning shu davlat bog'niki Maralbesh barchiq diyar davlat bog'niki. Shu Ruzjanniki, Tusun dadimizniki 11-dadigi. 11-dadi. Mush Tusun dadimizdan bir fikr elib bir mungdushib paranglashayl deb chiqib qoldik. Mana Tusun dadimiz bo'lib qolib 82 yosh kirgan odam. Ma o'g'li Ruzjan shu Dulan muqamlariniki shu varisi. Ügetkichi ustoz bo'lib qolsa Tusun dadimiz shu. Mayan bo'lib qolsa Abdulla muqam deymiz. Bizniki mush yodida hozir 9 xalq san'atkor qo'shilganda 33 odam bor biz. Buningdagi shu Maralbesh barchiq diyorniki shu Dulan muqamlariniki shu yasab satadigan anadagi mush dab, qalin, ravab, dutta, jampan, usul, naqsha o'ginadiganlar bo'lib qolsanglar. Shaxsan meniki mashhad o'ttag'an shu 5 yilniki qasimizni izlasanglar. Shu o'rtaqlasha olasizlar. Unda bo'lgan bo'lsa, buningdan keyin shu davomli ekranda bo'lsin diqqatinglar. Shu do'lan muqamlaridan 1-2 ming pade huzuringlar sunamiz. Isil yaxshi bela o'tirib tanishsang umid qilamiz. Abdurahmonja gap qiling. Unda olgan bo'lsa, mana shu yog'ochlardan qandaroq muzikalar chiqadi, qandaroq ovozlar chiqadi. Hammanglarningki diqqatinglar bizda bo'lsin. Hamsa o'zinglarga muqamdan azroq bir ariya o'rinlab bersak. Unda olgan bo'lsa, qani chelinglar. Zılbiyavan. Zılbiyavan.
Vay 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 vay.